tadbirkorlikni boshlaydigan mijozlarimiz bugungi kunda respublikamizda 3 tajribasi bo'yicha tadbirkorlar bilan uchrashib, ularning masalalarini, muammolarini hal qilgan holatda ularga keng imkoniyatlar yaratish bo'yicha tizim yo'lga qo'yilgan. Shu tizim bo'yicha sizlarga berib turibmiz. Hozir kunda sizlarda qanaqa nima maqsadda qanday yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, sizlar eshitishga tayyormiz. Assalomu alaykum. Men Eshmurodov Xayrulla, Zarafat Tekstil MShda moliya direktori bo'lib ishlayman. Hozirgi kunda Yevropa korxonalari bilan eksport shartnomalar degan bilan tuzilgan. Korxonamizni aylanma mablag'iga hozirgi kunda 2 million AQSh dollari ularga kredit ajrab berishni so'raymiz. Murojaatingiz ayollarga murojaatingizni chuqur chiqib, masalan, tez muddatda hal qilishga amalga yordam ko'rsatiladi. Sizdan nima maqsad? Masalan, men Amir Farruh shu nima tikuvchilik sexi ochmoqchi edik, shunga xizmat 1 million nima kredit ajratib yordam berishingizni so'rayman. Murojaatingiz ham qisqa muddatda o'rganib chiqilib, bajarish ta'minlanadi. Amaliy hujjatlar hammasi topshirilgan. Topshirilgan. Bugun o'zida chiqarib berish ta'minlanadi, bajarish ta'minlanadi.